Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Yarim o'rta vazn toifasidagi UFC chempioni Islam Makhachev ESPN talqiniga ko'ra Rossiyaning MMA'dagi eng kuchli mamlakat sifatida birinchi o'ringa ko'tarilishiga munosabat bildirdi. Men sizlarga aytgandim-ku, deb yozdi Makhachev reytingni o'z sahifasiga qayta joylashtirib. Eslatib o'tamiz, ESPN yangilangan reytingida Rossiyani birinchi o'ringa joylashtirdi va avvalgi yetakchi Amerika Qo'shma Shtatlari ikkinchi pog'onaga tushib ketdi. Uchinchi o'rinni esa Braziliya egalladi. Ikkita vazn toifasida sobiq UFC chempioni Conor McGregor UFC 329 turnirida Max Hollowayni muddatidan oldin mag'lub etishga ishonayotganini aytdi. Bu sportda hali zabt etishim kerak bo'lgan ko'plab cho'qqilar bor. Yanada ko'proq yutuqlar, ko'proq chempionlik kamarlari, ko'proq nokautlar, yangi rekordlar va yanada ko'proq daromad. Men bularning barchasini qo'lga kiritaman. Jangchilar McGregorning dunyosi. Hozir men eng yuqori formadaman va buni namoyish etmoqchiman. Men iste'dod degan narsaga ishonmayman. Agar vaqt va mehnat sarflasangiz, maqsadingizga yetasiz. Men iste'dodli emasman, men bu ishga berilganman. Menda tajriba ancha ko'p. Qolaversa, jang san'atining barcha jihatlarida mahorati yuqori jangchiman. Men bilan oktagonda bo'lishni xohlamaysiz, chunki men har qanday pozitsiyada xavfliman va istalgan holatda raqibni nokaut qila olaman. Hollowayga qarshi jangda ham aynan shu ishni amalga oshirmoqchiman deb fikr bildirgan Conor McGregor. Qadrli do'stlar, ma'lumot uchun aytib o'taman, Conor McGregor va Max Holloway o'rtasidagi jang mana shu hafta oxiri shanba kuniga to'g'ri keladi, ya'ni 11-iyul. Va qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Conor McGregor va Max Holloway o'rtasidagi jangda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Conor McGregor yoki Max Holloway? Albatta fikrlarni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Avval xabar berganimizdek, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov egalik qiluvchi Ahmad klubi o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyevni Roewe Mi-7 DMX rusumidagi avtomobil bilan mukofotladi. 2015-yildan buyon Ahmad klubi sharafini himoya qilib keluvchi Nursulton Ro'ziboyev 27-iyun kuni Bakuda bo'lib o'tgan UFC Fight Night 280 turnirida rossiyalik Andrey Pulvayevichni birinchi raundda submission orqali muddatidan oldin mag'lubiyatga uchratgan edi. Hamyurtimiz Instagram sahifasi orqali avtomobilni qabul qilib olganini ma'lum qildi. Ajoyib xabar do'stlar, Doston Bozorov UFCga yo'llanma beruvchi Dana Whitening da'vogarlar seriyasida qatnashishi kutilmoqda. Avgust oyida MMA bo'yicha Dana White Contender seriyasi 2026 turniriga start beriladi. Men shuni xohlayman, agar menga titul uchun jang bermasangiz, unda meni titulga yaqinlashtiradigan raqib bering ochiladi. Shuning uchun bu jang menga taklif qilinmagan, faqat tilga olingan edi. Keyin yoshimiz oktagonga ko'tariladigan Miamida jang qilamiz degan yengil vazn toifasida so'radim ham. Keyin esa ular ham Miamida juda yaqin. Dana White da'vogarlar seriyasining 2026-yilgi musobaqalarda ishtirok etdi. Jang bekor bo'ldi. Hozircha dastlabki ro'yxatlarda qayd etilmadi. Keyin esa ehtimol jang bo'lib qolar degan gaplar Qo'shma Shtatlarda menejerlik kompaniyasi bilan shartnoma imzolab, tez orada muxlislarga katta yangilik e'lon qilinishini aytgandi. Seriyaning bu yilgi turnirlari 11-avgust kuni boshlanadi va 13-oktyabr kuni nihoyasiga yetadi. Ma'lumot uchun, Dana White da'vogarlar seriyasida turli yillarda Anvar Boynazarov, Azamat Nutfullayev kabi hamyurtlarimiz ishtirok etib, mag'lub bo'lishgan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Doston Bozorovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Doston Bozorov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.